774 harakatni o'ngga oling, 774. To'g'ri, biz e'tiborsizlik qilib qo'ydik bu holatda. 774 harakatni o'ngga oling, 774. O'tqizoring. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ko'rish mumkinki, tez yordam mashinasi tovush ovozini yoqib shoshilinch harakatlanib ketyapti, lekin to'g'ridagi qora crossover unga yo'l bermayapti. Haydovchining o'ngroq harakatlanishini so'rashiga qaramay, mashina bir qancha vaqt yo'l bermayotganligini guvohi bo'ldik. Qoidabuzarlik jazosiz qolmadi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari qoidabuzarga qonuniy choralar ko'rdi. Endi to'g'ri, biz e'tiborsizlik qilib qo'ydik bu holatda. Yo'l so'raganini ko'rmay qolibmiz. O'zi bir yaqin insonlaringiz bo'lganda siz ko'rdingizmi ular? Yo'q, bu narsa biz to'g'ri ish qildik demayapmiz. Biz aybimiz bor aka. Faqat ahamiyat bermay qolibmiz to'g'risi. Ko'rishimiz bilan yo'l berdik. Endi uzr so'raymiz bu holatga. Pushaymonmiz. Hammadan endi yo'l berishini so'raymiz. Maxsus avtomobillarga, ya'ni skorga, tez yordamga o'tib ketishiga xalaqit berganligingiz uchun tuzilyapti bu bayonnoma. Ma'muriy kodeks 128-modda 5-bandi bilan yo'l harakati qoidalarining 26-bandi bilan imzo qo'yaverasiz. Bayonnoma rasmiylashtirildi sizga, hurmatli haydovchi. Tez tibbiy yordam avtomobiliga yo'l bermaganligi uchun, maxsus vositalar erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilgani uchun haydovchimizga chora ko'rildi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi haydovchiga nisbatan. Shu o'rinda ta'kidlab o'tardik, hurmatli hamyurtlarimizdan tez tibbiy yordam avtomobiliga, maxsus avtomobillariga yo'l berishlarini o'zlari uchun foydali. Faoliyat davomida duch kelganmiz shunaqa holatlarga o'zi? Bo'lgan, unaqa hodisalar ko'p bo'lgan bizda. Endi shuni nazarda olib gapiramizki, imkon qadar bizga yo'l bo'shatib bersa, biz imkon qadar tezroq yetkazib boramiz bemorni joyiga. Har kimning boshida bor narsa bu. Shu haydovchilardan iltimosimiz, yo'lda ketayotganda shu sirena migalka bilan kelamiz, iloji boricha yo'l berishligini so'raymiz.